Zita va Gita filmidagi yovuz kelinoyi Kaushalya obrazi bilan mashhur bo'lgan aktrisa Manoramaning fojiali yakun topgan hayot yo'li haqida. Hind kinosi tarixida ayrim aktyor va aktrisalar borki, ular ekranda qisqa vaqt ko'rinsa ham, tomoshabinlar xotirasida uzoq saqlanib qoladi. Ana shunday san'atkorlardan biri aktrisa Manoramadir. Uning haqiqiy ismi Erin Isak Daniel bo'lgan. Biroq millionlab muxlislar uni Manorama nomi bilan tanigan. Aktrisa 1926-yil 16-avgustda Hindistonning Lahor shahrida tug'ilgan. Uning otasi irlandiyalik, onasi esa hindistonlik bo'lgan. Bo'lajak aktrisaning bolaligi moddiy qiyinchiliklar va turli hayot sinovlari bilan kechgan. Yoshligidan san'atga, ayniqsa sahnaga qiziqqan Manorama keyinchalik kino olamiga kirib kelgan. O'sha davrda Bollywoodda muvaffaqiyat qozonish oson bo'lmasa-da, u mehnati va iste'dodi bilan o'z o'rnini topgan hamda Bollywoodning eng mashhur ikkinchi plandagi aktrisalardan biriga aylangan. Manorama ko'pincha qattiqqo'l qaynona, ayyor va makkor ayol kabi rollarni ijro etgan. Uning mimikasi, ovozi va harakatlari shu qadar ta'sirli bo'lganki, hatto kichik rollari ham tomoshabinlar yodida qolgan. 1972-yilda ekranlarga chiqqan Zita va Gita filmi aktrisaga katta mashhurlik olib kelgan. U filmda bosh qahramonlarning kelinoyisi Kaushalya ismli zolim, ochko'z va shafqatsiz ayol rolini ijro etgan. Bu obraz tomoshabinlarda bir vaqtning o'zida ham g'azab, ham kulgu uyg'otgan. Aynan shu rol tufayli Manorama kino tarixida qo'shtirnoq ichidagi negativ komediya ustasi sifatida o'chmas iz qoldirgan. Ekranda qat'iy va qo'rqinchli ko'ringan aktrisaning shaxsiy hayoti u qadar oson kechmagan. U turmush qurgan bo'lsa-da, oilaviy baxt topa olmagan. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlari murakkab bo'lgan. Keyinchalik erining vafoti unga katta ruhiy zarba bo'lgan. Ammo uning hayotidagi eng katta fojia Rita Axtar ismli qizining bedarak yo'qolishi bo'lgan. Manorama qizini yillar davomida izlab, undan darak kutib yashagan. Afsuski, bu umid hech qachon ushalmagan. Yoshi ulg'aygani sari aktrisaga kino takliflari kamaygan. Natijada u moddiy qiyinchiliklarga duch kelgan va hatto o'z uyidan ayrilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u bir muddat ko'chalarda juda og'ir sharoitda yashashga majbur bo'lgan. Keyinchalik bir necha loyihalarda qatnashib, moliyaviy ahvolini biroz yaxshilashga muvaffaq bo'lgach, kichikroq uy sotib olib, hayotining qolgan qismini tinchroq o'tkazishga harakat qilgan. Manorama 2008-yil fevral oyida 81 yoshida insult oqibatida vafot etgan. Eng achinarlisi, uning dafn marosimida juda kam odam qatnashgan. Bir paytlar millionlab tomoshabinlar sevgan aktrisa hayotdan deyarli unutilgan holda ko'z yumgan.